Men uni sevib qoldim. Nima? Nima demoqchisan? Opasi kelguncha singlisini sevib qoldim demoqchimisan? Ha, opa, shunaqa. Fatima bilan o'rtamizda umuman hech narsa yo'q. San toming ketib qopti, jinni bo'lib qopsan sen. Oyi buningiz nimalar deyapti? Opasiga uylanib singlisi bilan yashamoqchimisan? Qolgan obro'yimizni ham tushirma sharmanda qilib odamlar eshitsa nima deydi? Odamlar nima desa to'g'rimaydimi? Men nima ishim bor? Menga umuman qizig'i yo'q. Menga eng muhimi oyim nima deb o'ylashlari. Oyi, sizga ham Zuhra yoqadi-ku. Xotiningning qo'li shirin ekan, pazanda ekan deb maqtagan edingiz. Oyi, doim meni qo'llab-quvvatlagansiz, eshitgansiz, tushungansiz. Hozir ham meni tushunishingiz, qo'llab-quvvatlashingiz juda ham muhim. Oyi, iltimos yo'q deng. Tomi ketyapti buni. Iltimos. Men seni doim baxtli bo'lishingni xohlaganman. Yaxshi umr yo'ldosh kelishini niyat qilganman. Bilmadim. Balkim bu tasodif emasdir. Taqdiringdir. Yer yuzida har bir inson o'z jufti bilan yaratiladi deyishadi. Agar u qiz seni taqdiring bo'ladigan bo'lsa, men nima qila olardim? Oyi, Zuhrani olib kel. Rostami? Rostdan. Rahmat. Rahmat, oyi.